Assalomu alaykum. Qassobda qaranglar. Go'shtlar chopilar. Assalomu alaykum. Hormanglar. Nima bilan chopyapsiz? Tabaga. Bu nimaga tabaga? Tavuq go'sht. Kurka go'sht, tavuq go'sht. Mana. Qavrilgan go'shtlarni ham bir olaylik ha. Mana qavrilgan go'shtlar. Xabar. Bu no'xat sho'rva. O'zi yaxna ekan. Ha, yaxna. Qavrilib chiqmadimi hali? Yo'q. Endi taqdi. Videoni tomosha qilasizlar. Davom etadi. Hammasini ko'rsatamiz. Oshpazimiz Obijon Qashqadaryoda. Mana yaxnamiz pishyapti. Oshpaz aka necha minutdan keyin tayyor bo'ladi bu? 1 soatga tayyor bo'lar ekan. O'zi qancha vaqtga? 1,5 soat pishadimi? Qashqadaryo yaxnisi. Bir yarim soat turar ekan. Larvis, baragi, tuz, ziravorlar, ukroflar solinyapti. Chesnok maydalanib, ezilib, chesnok ham solindi mana. Bu yaxna olingandan keyin yaxnaning suvi nimaga ishlatiladi? Ikkinchi ovqat. Ikkinchi ovqat. Mana yaxnamiz chiqdi. Akalarga tishda ovqat tish berishdan qadar beringizlar. Osh tayyor bo'lib qolibdi-ku mana oshpazimiz. Mahmud oshpaz.